1 riyol bir bolani butun hayotini o'zgartirib yuborganini bilasizmi? Bir kuni ustozi bolalarga kirib, "Bolalar, ertaga har bir kishi 1 riyoldan yig'ib kelsin, sayohatga chiqamiz" dedi. Ertasi kuni hamma 1 riyoldan yig'ib keldi, ammo o'quvchilardan bittasi juda xafa edi. U uyiga borib ota-onasidan 1 riyol so'ragan edi. Oilani ahvoli shunchalik og'ir ediki, hattoki o'sha 1 riyolni ham topa olmasdi. Buni farosatli ustoz bolani yoniga chaqirib, "Men senga bitta savol beraman. Agar to'g'ri javob bersang, senga 1 riyol beraman" dedi. Savol esa juda oson edi. Bola hech qanday ikkilanmay javob berdi. Ustozi esa va'dasida turdi. Bolaning qo'liga 1 riyolni tutqazdi. O'sha kuni bola uchun unutilmas baxtli kun bo'ldi. Ammo ustozi esa atiga 1 riyol bilan bolaning qalbida qanday iz qoldirgani hanuzgacha bilmas edi. Yillar o'tib o'sha bola ulg'aydi. U Saudiya Arabistonining yirik tadbirkorlaridan biriga aylandi. Yirik kompaniyalarga asos solib, katta boyliklarga ega bo'ldi. Kunlardan birida bolaligida o'ziga yordam bergan ustozini izlab topdi. Ustozi esa ancha qarib qolgan edi. Shogird esa ustozini hashamatli bir qasrga olib bordi va "Bu qasr sizniki" dedi. Ustoz esa hayratda qoldi. Shogird esa ustozdan so'radi: "Ustoz, xursandmisiz?" Ustoz esa hushimdan ketgudek xursandman dedi. Shunda shogird jilmayib, "Yo'q ustoz, siz bolaligimda 1 riyolni qo'limga olganimdagidek xursand emassiz. O'sha kuni men dunyolarga sig'masdim. Chunki o'sha 1 riyol oddiy pul emasdi. Men uchun katta umid edi." Bu hikoyadagi bola ko'pchilik umraga borgan hoji akalarimiz, hojonalarimiz eshitgan Sulaymon Rojihiy. Uning hayotidan olinadigan eng katta saboq, siz bergan kichik yordam kimningdir hayotida eng katta umidga aylanishi mumkin. Bugun bir insonga yordam qilish uchun millionlab so'm kerak emas. Ba'zan 1 riyolning o'zi ham yetganidek.